Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Crafting Boy kanalidasizlar. Bu kanalga kirganlaringizni bilan tabriklayman. Bu videoda esa biza mana bu sehrgarlik kiyimni beyordan kiyganim yo'q, chunki bugun sehrli modga obzor qilaman. Unda qani videoni boshlashdan avval like, bitta obunani ham bosib qo'yishni unutmanglar. Unda biz videoni boshlab olamiz kanalga olg'a. Bu yerga men hamma narsalarni tahlab qo'yganman. Bu yerda juda ko'p narsalar bor. Bu bitta videoga sig'maydi. Shuning uchun agar xohlasalar bu videoda ikkinchi qismini ham chiqaraman, lekin bundan avval sizlar aytganimdek obuna va like unutmanglar. Xo'sh, qo'limga, ya'ni inventarimga tahlab olaman va bir chekkadan sizlarga ko'rsatib boshlaman. Bundan avval samonini to'g'rilab olaman. Bo'ldi. Va endi ko'rsatib olaman bir chekkadan. Orqadan olaman sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Mana birinchisi qobiliyatimiz bu qor qobiliyati. Bu orqali siz qorni boshqarishinglar bo'ladi, hattoki muzlar, suvni muzlatsanglar ham bo'ladi. Juda ajoyib qobiliyat. Navbatdagi qobiliyatda esa biz mana bunaqa kristallar otsak bo'ladi. Bu kristallar o'zidan o'zi paydo bo'lib, o'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Lekin jon juda qattiq oladi. Uchinchi qobiliyatda biz olov hukmdor bo'lib, olovni boshqaramiz va mana ko'rishingiz mumkin, olovli tutun hosil qiladi orqamizdan. Juda qudratli qobiliyat. Bunda esa biz qanaqadir olovli qushlarni paydo qilamiz va nimagadir bular tepasida men ismim bor. Nimaganini hali ham tushunganim yo'q. Bu qobiliyatda flash deb nomlaganman, chunki bu qobiliyat juda tez. Hattoki mana yer yuzida ham tez yuradi. Mana suv tagida bemalol yuryapmiz. Juda tez qobiliyat. Tezlik ishqibozlar uchun shu qobiliyatni tavsiya qilaman. Juda tez, menga juda shu qobiliyat ma'qul kelib ketdi. Navbatdagi qobiliyatda esa biz mana bunaqa chaqmoq hosil qila olamiz. Ajoyib chaqmoqlar yurgan joyimizdan biz ketimizdan qolmaydi. Navbatdagi qobiliyatda mana bunaqa biz askarlarni hosil qilamiz. Navbatdagi qobiliyatimiz tekshirish uchun bularni o'ldiramiz. Qanunda bitta bosamiz qobiliyatni shpaq. Mana boltalar, to'rdi boltalar deb nomladim. Sizlar o'zingizlar xohlagan nomni berib yubordi. Men uchun to'rdi boltalar qiziq bo'ldi. Juda ajoyib. Navbatdagi qobiliyatda esa biz super mana bunaqa sfera hozir qilsa bo'ladi. Bu sferalar hammaga ta'sir qiladi. Deyarli meni askarlarimdan tashqari mana ular jonni ham ketmayapti, chunki mana crafting boy deb yozib qo'ygan tepasiga. Bu sfera juda qudratli. Endi bularni joyiga olib qo'yamiz. Qolgan narsalarni qo'limizga olamiz, ya'ni qolgan qobiliyatlarni. Aytganimdek, ikkinchi qismini chiqarishni xohlasanglar, shu videoga 10 ta like yig'ishni unutmanglar. 10 ta like va ikkinchi qismi albatta chiqadi obunachilar. Keyingi obunachilarni tekshiramiz bir chekkadan. Bunda mana jonlida ham uchsa bo'ladi. Jonliga o'tsak xos. Mana jonliga o'tish kerak. Jonliga o'tilmayapti. Ishlab sal kompyuter chiqyapti. Hozir. Mayli. Короче, shunda ichki bor usullarsiz mana bunaqa qilib uchala bo'ladi. Havo hukmdorlari uchun bu. Ya'ni havoni qiziqarganlar uchun. Ajoyib qobiliyat. Bunda esa teleport deb nomlaganman, chunki bu qaragan joyga teleport qiladi. Mana bu yoqqa qaraymiz desak, mana teleport bo'lamiz. Ajoyib teleport qobiliyat. Navbatda qobiliyatdan o'tishimizga albatta like bosishni unutmanglar. Bu olov otadi mana. Ko'rishingiz mumkin, olov va buni joni ancha qattiq oladi. Ana tekshirib ko'rganman men. Jon juda qattiq. Bu esa lazer otadi o'zidan. Juda qattiq lazerlar otadi. Lazer desak adashmaymiz to'g'ri. Bunda esa biz bloklarni levitatsiya qobiliyati orqali tepaga ko'tarsak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bloklar hattoki shundan keyin porlash boshlaydi. Ana levitatsiya deb nomladim bu qobiliyatni. Chunki bloklarni ko'tarsam bo'ladi va otvorsak ham bo'ladi. Mana bunday qilib otvorsak ham bo'ladi. Juda ajoyib qobiliyat. Juda men shunday qilib to'g'rilab olsak ham bo'ladi. Juda qiziq qobiliyatlardan biri. Agar sizlarga shu video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va keyingi video chiqishini xohlasanglar, shu videoga 10 ta like yozishni ham unutmanglar. Sizlar Crafting Boy kanalida bo'linglar. Hammaga xayr do'stlar.